Assalomu alaykum. Qadrli YouTube izləyicilər. Efirdə Begum Toshidon va men Baxtiyorjon. Bugungi temamiz nima? Bugungi temamiz hamma tabiisalar uchun boshqacha. Begum. Mana begum soluvdim. Bir tonnadan oshiqroq begum chiqqan. Qoplab qo'yganmiz. Mana bu tomonni olyapman, 3-qatorda. Elagim ishlayapti. Elak. 05 elagimiz setkasi. 05lik elak. Qadrdonlar. Begumimiz shunday siqasiz. 30%, 25, 30%, 40% gacha nam bo'lish kerak buni. Endi esa bu qalanib ketadi. Bu begumimiz bu. Begumimiz bilan eksangiz hali ko'chatda ekatib, ko'chatdagi bir qoshiqdan agrafos, amafos bir narsalarni solishni keragi yo'q. Mana men ekkanimda ko'rasizlar, men begum suziga ekaman. Ko'chat 3 quloqliga ekaman. To 5-6 quloq, 10 quloq bo'lgunicha, yarim metr bo'lgunicha hech nima bermayman. Faqat suv beraman. Faqat taydan drojiy nastoy beraman. Ekkandan keyin karnamen yoki rotor tomirni rivojlantirish uchun maksim beraman tomir kasalliklariga qarshi. Boshqa hech nima bermayman. Ko'rgansizlar videolarda. Shu bilan o'sha mevaga kirgandan keyin boshlanadi. Chuvalchanga ham bor. Mana bu chuvalchang. Nimaga kichkina deb o'ylayapsizlar? Och qolganidan kichkina bo'lgan. Ye bo'lgandan keyin o'sha chuvalchanglar yeydigan narsa qolmagandan keyin mana shunday kichkina bo'lib qoladi. Och qoladi. Mana bu tomon og'darib qo'yganman. Bu tomonga go'ng berilgan. Bundan keyin og'darib mana klonka yopib qo'yaman. Chuvalchanglar u tomonga poxoltaga o'tgan. Mana bu tomonga ham go'ng berilgan. Bu tomonni og'daramiz. Bitta ela bo'lsak, bitta elayman. Buni og'daraman. Bu ham mana tayyor turibdi. Buni ham elashga tayyor, faqat og'darib chiqish kerak, bir dam berish kerak. Chuvalchanglar hammasi bu tomonga o'tib olgan. Mana chuvalchanglar endi bu tomonda semirishadi, tuxum qo'yishadi. Mana gaplar og'aylar. Endi elak 2 metr. Jila bo'lsa, endi Rishton shahridaman. Yasab berishim mumkin. Narsalarni olib bersalaring. Begumimizda narxini turli aytib qo'yay, ko'pchilik narxi qiziq deydi. Begumimiz men 25 kilodan qilib qoplab qo'yaman. Qopi 40 ming. Tonna olganga. 1 tonnadan oshiq, tonnadan ag'iga olganlarga, 2 tonna olganlarga dastavka qilib beraman shu Rishton, Oltiariq, Bog'dod 2 tonnadan oshiq bo'lsa. Shunchaki uydan kelib bir qop, 2 qop oladiganlarga mana shu qopni silos qopga solaman. 50 ming. Tonnaga 40 ming. Tonnaga 40 ming. Bir qop, 2 qopga 50 ming. Bu degani 25 kilo. Hisoblasalaring. Tonnaga olganga 1600 dan. Mayda shuda olganga 2000 dan kilos. Narxi shu oylar. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Telefon raqamim Rishton shahrida bu, Amir Temur ko'chasi, Qo'zahror mahallasi. Telefon raqamim 90lik 277 46 64. Otim Baxtiyorjon. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zi avgust bo'ldi.
kuzgi ekish payti boshlandi. Hammaga omad. Ekinlarni vaqtli ekinglarda vaqtli daromad qilinglar. Omading bersin. Paka.